Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Navbatdagi darsimiz urug'larning unib chiqishi. Urug'larning unib chiqishi uchun nimalar kerak bo'ladi? Birinchisi demak tinim davri. O'simlik tinim davrini o'tagandan keyingina urug'i unib chiqishi mumkin. Tinim davrini o'tamas unib chiqmaydi. Misol barchamiz kuzatganmiz. Bahor oxiri yoz boshlarida gilos, o'riklar pishadi. O'shalarni olib urug'ini yerga ekib qo'ysak chiqadimi? Misol tuproqda mineral o'g'it, organik o'g'it, suv, kislorod, yer yumshatilgan hammasi zo'r, lekin unib chiqmaydi. Nima uchun? Chunki tinim davrini o'tash kerak. To urug' tinim davrini o'tamasa, u unib chiqmaydi. Bu demak birinchi darajali eng muhim narsa. Keyingisi suv kerak. Nima uchun suv kerak? Urug'ning unib chiqqanini ko'rganmiz, urug'ning ichki tuzilishini ko'rganmiz va undagi urug' palla hamda endospermda organik modda to'planishini bilamiz. Aynan urug' palla va endospermdagi organik moddalar dastlab suvda eriydi. Va keyinchalik bilamizki, aynan urug' palla va endospermda to'plangan organik moddalar mo'rtakdagi ildizcha poyachalarning unib chiqishi uchun energiya vazifasini bajaradi. Lekin ular dastlab nima qilish kerak? Suvda erishi kerak. Misol uchun biz bilamiz, bahor oyida sumalak qilinadi, to'g'rimi? Sumalak qilingan vaqtda patnisni ustiga bug'doyni qo'yishadi, suv qo'yishadi, qorong'i xonaga qo'yishadi. Xo'p, bug'doy nimaning hisobiga boyagi ko'karib maysani chiqaradi? Albatta, urug' palla va endospermdagi organik modda hisobiga. Suvni nimaga qo'yamiz? Aynan mana shu organik moddalarning erishi uchun. Mana shunday. Natijada u yoqda na tuproq bor, na yorug'lik bor, lekin boyagi maysa o'sib chiqadi. Aynan shu urug' palla va endospermdagi organik modda hisobiga. Endi havo kerak. Havo nimaga kerak? Tabiiyki havo tarkibida kislorod bo'ladi. O'simlik undan nafas oladi. Nafas olishi uchun kerak. Va keyingisi harorat. O'simlikning normal rivojlanishi uchun har bir o'simlik urug'i uchun o'zini optimal harorati bo'ladi. Misol uchun, urug'larning unib chiqishi uchun zarur haroratni ko'radigan bo'lsak, +1 gradusdan boshlab Bda javdar unib chiqadi. +2 da no'xat redeyska, xuddi shu tariqa +3 da bug'doy, bu yoqda +5, +8, +10, +12, +15 da chiqadigan o'simliklar keltirilgan. Mana bu haroratlar ushbu o'simlik urug'ini unib chiqishi uchun zarur bo'lgan minimum harorat. Eng kamida misol uchun qovunda 15 bo'lishi kerak. 15 dan pastda chiqmaydi. 15 dan baland bo'lsa chiqaveradi. Misol 20, 25 yoki mana bu yoqda Bda +1 deganda faqat +1 da o'sadi degani emas. +20, 30 da ham o'sadi, lekin unib chiqish uchun minimum harorat +1 gradus bo'lishi kerak. Ana endi nish degan narsaga ko'zimiz tushadi. Nish bu urug'dan endigina o'sib chiqqan kalta va nozik o'simta. Nimaning hisobiga o'sha urug'dan nish chiqadi? Boya aytganimizdek, aynan urug' pallalar va endospermdagi organik modda hisobiga nish unib chiqadi. Mana bu yerda ikki urug' pallali o'simliklarning unib chiqishi keltirilgan. Urug'ni ekamiz, urug'dan dastlab mana bu boshlang'ich ildizcha chiqadi, keyin boshlang'ich poyacha chiqib o'syapti. Ko'rib turganimizdek, mana bu ikkita urug' palla bargi bilan chiqadi. Ikki urug' pallali o'simliklar ikkita urug' palla barg bilan chiqadi. Bu urug' palla barglar dastlab yashil rangda bo'ladi. Mana ko'ryapmiz, yashil. Bularda organik modda bo'ladi. Organik moddasi kamaygan sari o'sha buni rangi o'zgaradi. Yupqalashadi, bo'chmayadi va mana oxiri sarg'ayib to'kilib ketadi. Mana shunday. Demak, bu ikki urug' pallali o'simliklar uchun xos ekan. O'sha bu urug' palla tushib ketdi. O'sha mana bu maysalar shakllanib bo'lgan. Mana shu maysalar endi fotosintezni davom ettiradi degan, o'simlik hayoti davom etib ketaveradi. Demak, bu yerda nima bo'ldi? Ikkita urug' palla bargini o'zi bilan olib chiqdi. Va ikkita urug' palla bargdagi organik modda tugashi bilan bular yupqalashib, bo'chmayib, sarg'ayib to'kilib ketdi. Bir urug' pallalilarda unib chiqish qanday? Bir urug' pallalilar mana urug'ni ekdik, unib chiqyapti. Bular nima bilan chiqadi? Prям yashil maysa bilan chiqadi.
Bularning unib chiqishi основной endospermdagi organik modda hisobiga amalga oshadi. Endosperma bo'sh xaltachaga o'xshab tuproq orasida qolib ketadi, tuproq ostida. Endospermni olib chiqish yo'q. Mana shunday. Bunga o'sha bir urug' pallali bug'doy, arpa, makkajo'xorilar kiradi. Keyingi mavzuyimiz bu o'simliklarga ekologik omillarning ta'siri. Xo'p, o'zi ekologik omil nima? Tashqi muhitning o'simlik hayot faoliyatiga ta'sir etuvchi ayrim tarkibiy qismiga ekologik omil deb ataladi. Ekologik omillar 3 xil bo'ladi: abiotik, biotik va antropogen. Abiotik degani bu o'lik tabiatning tarkibiy qismi. O'lik tabiat tarkibiy qismiga nima kiradi? Tuproq, harorat, suv, yorug'lik, havo. Abiotik esa bu tirik tabiatning tarkibiy qismi. Tirik organizmlarga nima kiradi? Bakteriya, zamburug', hayvonlar, o'simliklar kiradi. Unda keyingisi bu antropogen, ya'ni bu inson omilining ta'siri. Antropogen. Insonlar tabiatga foyda yoki zarar keltirishi mumkin. Ana endi biz основной kitobimizda abiotik va biotik munosabatlar haqida ma'lumot keltirilgan. Shu haqida ozgina to'xtalib o'tamiz. Demak, dastlab yorug'lik va haroratning ta'siri keltirilgan. Ya'ni o'simlik hayotida abiotik omillardan yorug'lik va haroratning qanday ta'siri bor? Fotosintez. Yorug'lik kerakmi? Kerak. Nafas olish, o'sish, urug' unishi va mevalarning pishishi kabi muhim hayotiy jarayonlarda aynan yorug'lik va harorat kerak bo'lar ekan. O'simliklar yorug'likka munosabatiga qarab soyasevar va yorug'sevarga ajratiladi. Buni misollari bilan birgalikda 11-klassda o'tamiz. Suv. Demak, o'simlik organizmining umumiy 60-90% suv. Sitoplazmadagi suvli muhitda o'simlik hujayrasining asosiy hayotiy jarayonlari kuzatiladi. Umuman olganda barcha hayotiy jarayonlar suv orqali amalga oshadi. Va keyingisi havo. Eng muhim omildan biri bu tarkibida karbonat angidrid gazi bor, u fotosintez qilish uchun kerak. Tarkibida kislorod bor, u nafas olish uchun kerak. Bundan tashqari shamol omili ham aynan havo hisobiga kiradi, ya'ni havo oqimining gorizontal, vertikal yo'nalish bo'ylab harakati natijasida shamol hosil bo'ladi. Shamol bu o'simlikning changlanishida xizmat qiladi. Shamol yordamida changlanadigan o'simlik bor edi va urug' va mevalarning tarqalishida xizmat qiladi. Ikkovini ham biz changlanish, urug' va mevalarning tarqalish mavzusida shamolning ahamiyatini ko'rib o'tganmiz. Endi biotik munosabatdan ko'radigan bo'lsak, bu birinchi navbatda mikroorganizmlardan, ya'ni bakteriyalardan tugunak bakteriyasi faoliyati. Tugunak bakteriyasi nima qiladi? Havodagi erkin azotni o'zlashtirib, tuproqni unumdorligini oshiradi. Azotni o'zlashtiryapti, ko'ryapsiz-a? Xo'p, yaqindagina, ya'ni o'tgan darsimizda o'g'itlarni o'tgandik. O'g'itlar mineral va organik. Mineral o'g'itlarga azot, kalsiy, fosfor kirdi. Kaliy, fosfor. Azotli o'g'itlar o'simlik o'sishini tezlashtirardi. Aynan o'sha havodagi erkin azotni tugnak bakteriyalari priyam qabul qiladi ildizga. Natijada o'simlik tez o'sadi. Ya'ni biza unga qandaydir o'g'it solishimizga ehtiyoj qolmaydi. Eng muhim bakteriyalardan biri. Keyingisini ko'radigan bo'lsak, mikroorganizmlar organik moddalar ta'sirida organik moddalar parchalanadi. Bu nima degani? Misol uchun, hayvonlar o'ldi, o'simlik o'ldi. Aynan o'shani chirituvchi bakteriyalar parchalaydi. Parchalagandan keyin o'simlik tomonidan ular o'zlashtiriladi. Agarda mana shu mikroorganizm bo'lmaganda yer yuzini o'simlik va hayvonning murdalari bosib ketardi. O'simliklar ham o'simlikka ta'sir qilishi mumkin, ya'ni ijobiy yoki salbiy. Misol uchun, qanday ijobiy sharoit ta'sir qilishi mumkin? Yorug'sevar o'simlik soyasevar o'simliklarga sharoit yaratadi. Ya'ni soyasida o'sishini ta'minlaydi. Va parazitlar bor. Zarpechak, devpechak, shumg'iya boshqa o'simliklarni demak, rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, ularda parazitlik qiladi. Keyingisi bu yoqda fitonsid modda ajratadigan o'simlik haqida gap ketyapti. Archa, qarag'ay, terak fitonsid ajratadi. Fitonsid moddasi
ko'pchilik mikroorganizmlarni holdan toydiradi, hatto nobud qiladi. Ya'ni bu yerda o'simlik mikroorganizmlarga salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Mana shu bir qancha faktlar bor bu mavzuda. Oxirida aynan dorivor o'simliklar soni keltirilgan 1500 ta deb. Navbatdagi mavzuyimiz o'simliklar sistematikasi haqida tushuncha bo'ladi. Sistematika bu eng muhim narsa. Sistematikani bilmagan abituriyent, talabgor hech qachon yaxshi rezultat qila olmaydi, hech qachon. O'simliklarni bir-biriga yaqinlashtiruvchi belgilarning o'xshashlik darajasiga qarab, o'simliklar dunyosini ma'lum tartib sistemaga solish o'simlik sistematikasi deyiladi. Endi o'simliklar sistematikasi eng kichik birlik bu tur. Turlar birgalikda turkumni hosil qiladi. Turkumlar oilani, oilalar sinfni, sinflar bo'limni va barcha bo'limlar birgalikda o'simliklar dunyosini hosil qiladi. Odatda tur va turkum birgalikda qo'shib nomlanadi. Bu fan tilida binar nomenklatura deyiladi. Demak, bunda tur hamda turkum qo'shib nomlanadi. Misol uchun, sarimsoq so'zi bu turga tegishli. Piyoz so'zi esa turkumga tegishli. Turning nomi sarimsoq piyoz. Sarimsoq piyozdagi sarimsoq so'zi turga tegishli, piyoz so'zi esa turkumga tegishli. Turning nomi esa nima ekan? Sarimsoq piyoz. Yoki yana bitta misol. Anzur so'zi turga tegishli, piyoz so'zi turkumga. Anzur piyoz bu turning nomi. Anzur piyozdagi anzur so'zi turga, piyoz so'zi turkumga tegishli. Ko'rib turganimizdek, biz agar turning nomini bilsak, u o'simlik qaysi turkumga kirishini ham bilib olamiz. Misol, sarimsoq piyoz qaysi turkum kiradi? Piyoz turkumiga kiradi. Anzur piyoz qaysi turkum kiradi? Piyoz turkumiga kiradi. Yoki yana bitta misol. Osh piyoz qaysi turkumiga kiradi? Piyoz turkumiga kiradi. Biz mana shu yerdan ham bilib olyapmiz. Yoki sariq do'lona, qizil do'lona. Turning nomini shunday ataymizmi? Xo'p, bu yoqda sariq do'lona va qizil do'lona qaysi turkumga kiryapti? Do'lona turkumga kiryapti. Xo'p, qo'sh nom bilan atash aynan shunday amalga oshadi xolos. Ya'ni tur va turkum birgalikda nomlanishi shart. Shu bilan keyinchalik turkumlar oilalarni hosil qiladi. Endi mana bu yerda ko'rsak, misol uchun Meksika g'o'zasi yoki jaydari g'o'za. Ikkovi ham tur, shundaymi? Qo'sh nom bilan atalgan. Hozir siz bemalol buni topishingiz mumkin. Qaysi turkumga kirishini? Meksika g'o'zasi, jaydari g'o'za. Qaysi turkum kiradi? Tabiiyki g'o'za turkumga kiradi. Turkum g'o'za. Endi biz aytdikki, turkumlar birgalikda oilani hosil qiladi. Misol uchun, tugmachagul turkumi, g'o'za turkum birgalikda gul xayridoshlar oilasiga kiryapti. Endi to'g'ri, gul xayridoshlar oilasiga kiruvchi turkumlar soni ko'p. Ya'ni g'o'za bilan tugmachaguldan tashqari yana bir qancha turkumlari bor. Endi misol tariqasida shuni hozir kirgizyapmiz. Ana endi oilalar birgalikda sinfni hosil qiladi. Misol uchun, Ranodosh, Gulxayridosh, Karandosh, Sho'radosh, Itsundosh hammasi birgalikda Magnoliya simonni hosil qiladi. Loladosh, Chuchmomodosh, Bug'doydosh, Piyozdoshlar Lola simonni hosil qiladi. E'tibor beramiz. Oila nomiga doshlar qo'shimchasi qo'shilyapti. Doshlar. Rano doshlar. Gulxayri doshlar. Lola doshlar. Sinfga esa simon. Magnoliya simon. Lola simon. Ana endi sinflar birgalikda bo'limni hosil qiladi. Misol, Magnoliya toifa bo'limi. Demak, bo'limga qaysi sufiks qo'shilyapti? Toifa. Magnoliya toifa. Qarag'ay toifa. Yo'sin toifa. Yoki qirqbug'um toifa. Xuddi shunday. Bo'limga toifa qo'shilyapti. Sinfga simon, oilaga doshlar. Shu joyda demak
darsimiz o'z nihoyasiga yetadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.